Sizlar bugungi tadbirimizni ochib berish uchun tumanimiz faxri, ustozimiz, Mingbuloq gazetasi muxbiri, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, ko'plab kitoblar muallifi ustozimiz Qosimjon Akbarovga beramiz. Rahmat ustoz. Hammalarga omad xudo bo'lsin. Kitob bayrami muborak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum kitobxonlar, kitobga oshno qalb egalari. Barchangizni avvalambor bugungi kitobxonlik haftaligining boshlanishi bilan tabriklayman, muborakbod etaman. Sizlar bilan faxrlanib, iftixorga to'lib yurishimizni tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Shunday naql, soxtanda sog'lom aql. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug'li hovlim, o'zim havolim, o'zim so'z. Assalomu alaykum hurmatli bugungi kitobxonlik haftaligiga kelgan aziz ustozlar, mehmonlar, o'quvchilar. Men o'ylaymanki, mana shu bizning Mingbuloqdan ham ana shunday kitobsevar, kitob tanlovlarining g'oliblari degan chiqadi degan umiddaman. Barchangizning ishingizga muvaffaqiyatlar tilayman. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug'cha xolim. O'zimga bek, o'zim sulton, sen taxti Sulaymonim. Axborot kutubxona markazida o'tkazilayotgan O'zbekiston kitobsevarlar yurti 5-Respublika kitobxonlar haftaligiga barchangizni taklif etamiz.